Kia Bongo zavodskoy propan 22-yil 11.000. Kia Bongo elektromobil 2022-yil 12.500. Kia Bongo elektromobil 2022-yil 12.500 dollar. Uchtasi ham sotuvda bor. 22-yilga 10-oy 59.000 60.000 yurgan ekan. Registrator bor. Holatlari yaxshi, sidinalari soviydi, qiziydi, rullari qiziydi, bakoylari qiziydi, zadniy kameralari bor. Bortining holati yaxshi. 12.500 dollar narxi. Yo'l kirasi 2.5 15.000 bilan O'zbekistonga kirib boradi. Xo'p. 6.000 cha rasxoti bor. Tamojnida 21.000 ga aylanadi. Bunisi ham shu narx. Bu mashina ham 22-yil bu ham. Holat yaxshi. Buni akkumulyatori o'lib qolibdi. Yo'q, bor ekan. 37.000. 37.000 probegda. Bunda ham o'sha funksiyalari bor, ko'rishinglar mumkin. Holatlari mana shu ko'rib turganingizdek. Bu ham elektr. Bitta zaryad bilan 268 km masofani bosib o'tadi bular. Yuk yuklashingizga ham bog'liq. Qish kunlarida ob-havo klimatga ham bog'liq bo'ladi. Ozgina pasayishi mumkin, yozda ko'tariladi. Elektromobillar bilasizlar. Zavodskoy propan. Kia Bongo 22-yil. Buni akkumulyatori o'tirib qolgan aniq. Akkumulyator o'tirib qolgan, mexanika Euro 5. Skordan skorga o'tishlari normalniy. Mashinani. Bu narxi 11.000, bunga ham o'sha xuddi 2.5 yo'l kira minadi. 13.500 bilan O'zbekistonga dostavka qilib yetkazib beramiz. Faqat buni rastamoshkasi qimmat bo'ladi. Bu 6.000 bo'lsa, buni rastamoshkasi 12.000 chiqadi. Shuni hisobiga elektromobil ko'pchilik o'ylashadi, bundan ko'ra propallidan ko'ra arzon ekan. Demak, bu propalli yaxshi deb o'ylashadi. Lekin Koreyaning o'zida elektromobil ancha qimmat, keyin rasxotini solishtirganda ham rasxoti kam. O'zbekistonda ham, Koreyada ham. Qimmatligi elektromobil qimmat. Bu zavodskoy propan ko'rishinglar mumkin. Yonida 83.5 litrli propan baloni bor. Yuk olishi bir xil olaveradi. Bu 159 ta ot kuchiga ega. Bu 183 ta ot kuchiga ega. Ot kuchiga nisbatan baland. Yuklasangiz mashina qiynalmaydi. Tikka turgan holatda ham ana shu 70% balandlikka ham mana shu holatda chiqib ketaveradi. Bu ham hop, keyin bunisi ham sotiladi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Asosan Telegram kanalimizda savdo qilamiz. Mana shu videoning tagida manzillarimiz berib o'tilgan. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar.